Bratishka bir narsa dedi. Bratishka uyda dedi. Mahtam suratlar aytmam. Sen nima sansiryapsan bo'lmasam? Ya'ni bu joyda birinchi xarakter odam o'zini qo'ya olishi ham kerak. O'zingizda haqqingizni talab qilmasangiz boshqaning haqqini qanaqa qilib talab qilib olib berasiz? So'tak bolalarda shakllanishiga sababchi bo'lib qolyapti-da, ota-onalar o'zi bilmagan holatda. Bu uchun muammoni yechishga qonun ishlash kerak-da, tanish bilish pul emas. Qonunni hurmati bo'lsa, sudni hurmati bo'lib turib, eng oxirgi gapirgan gapi shu deb tan olinadigan bo'lsa, kelgan advokatlarni, yuristlarni rol oshadi-da. Shoirlar, olimlar, fuzalolar, jadidlar jamiyatda oldi bo'lgan. Ya'ni hamma etalon sifatida ko'rib, bolam shunday bo'lsin deydigan taqlid qiladigan. 70-80-yillarda yozuvchilar va jurnalistlar shunaqa to'pga chiqqan. Mustaqillik davrida afsuski artistlar, san'atkorlar chiqdi-da. Va oxirgi 3-4 yil, 5 yil nimagadir mana blogerlik. Kelib turib dadamga aytganlar, Nusrat bo'g'lagan odam bo'lmaydi deganlar. Hayot tushuntirib qo'yadiki, sizga qaysi hayot to'g'ri, qaysi hayot noto'g'ri. U ko'cha, kuch, boshqa, u shuncha ham bir qadri yo'q narsalarda. Endi Sanjik voqeasi huquqshunos sifatidagi meni fikrim, meni tusmonlarim bu yerda o'zaro til biriktirish bo'lgan. Odamni bu darajada laqma bo'lib uyini o'tkazib beradigan darajaga kelishi uchun bilmadim odam qanaqa odam bo'lishi kerak. Bo'lib ham hali nikoh yo'q, to'y yo'q, boshqa narsa yo'q. Qizi bilan yigitni yillar gaplashtirib ruxsat berib qo'yishni o'zi bir noto'g'ri. Endi qarang, bu yerda bitta shahzoda aybdor emas-ku. Sanjikka ham berildimi, yilmi? Yo'q. Faqat bu joyda figurant negadir bitta ayblanuvchi bo'ldi. Bular podjelnik. O'shanda eshitganman, advokatlar tashkilot vazifasini bajaradi bizda dedi. Inkor qilmayman. Agar bilimini sota olmasa, demak boshqa narsasini sotadi-da. Vijdonini va o'rtadagi or-nomusini va kelajagini, riskini, bola chaqasini pora olmasdan nimagadir erishish mumkin. Qani, men o'qituvchilik paytimda Malibuda yurardim. Qonunni hidi, falsafasi bor. Uni-chi biz tushunamiz, yuristlar tushunadi. Qonun bu yuristlar tomonidan va yuristlar uchun yozilgan. Shuning uchun ham siz unda o'qisangiz tushunib keta olmaysiz. Ya'ni yurist bo'lmagan odam buni hazm qila olmaydi. Uni har bitta endi o'rtoq direktor, bu jinnilik emas, men blogerni chaqirib maktab reklama qildirib. Eng zo'r advokat kim? Vijdoniga, davlatiga, qonuniga xiyonat qilmaydigan advokat. Ish yutqizsangiz pulni qaytarib berasizmi?